Inson tafakkur qiladigan bo'lsa, bu dunyoda yaxshilik qilsa ham, yomonlik qilsa ham xuddi o'sha shaklda qaytarkan va bu dunyoda qaytarkan, faqat ba'zida inson shuni tafakkur qila olmas ekan, sababi bo'lgan bilan qaytgan vaqtning orasi uzun bo'lib ketgani uchun. Bizning hayotimizda bitta voqea bo'ldi. Pandemiya paytida Xitoyda shu student bolalar bor edi. Shunaqa bolalarni yig'dik, ya'ni qadriyati yaxshi bo'lgan bolalarni yig'ib, turar joyi, yotoqxona shunaqa narsalarni qilib, bir dacha olib, o'sha dachada o'zimiz qo'ldan kelgancha ularni kasbga o'rgatamiz deb yig'dikda. Keyin ular bir kun aytishdi, shunaqa biz sport zal qilmoqchi edik, instrumentlarni sotib olsak deyishdi. O'sha paytda finansiy jihatdan juda pulimiz ko'p emas, lekin o'sha qurbimiz yetgancha ikkinchi qo'l turnik, brus, yana hali har xil yuguradigan velosipedlarni ikkinchi qo'l arzon-arzonga o'zlari topishdi, oldik uni. Olib endi bitta xonaga shunaqa kichkinagina sport zalcha qilindi va oradan hech qancha vaqt o'tmasdan bir inson bilan tanishdim Xitoyda. Juda yaqin bo'lib ketdik, bir ustoz bo'ldilar menga va ular keling dedilar, bitta yaxshi ofis qilsak-da, shu yerda birga o'tirsak dedilar. Ya'ni biz mana kompaniyamiz o'zini qurbi yetganchalik bolalarni yig'ib, ularga bir ishlash uchun bir shahar chekkarog'idan arzonroq ofis qilgan bo'lsak, bu ustozimiz endi puli bor inson shaharning o'rtasidan zo'r binodan davlat yerda ofis qilamiz dedilar. Boshlanishiga 1 yil 2 yil bo'ldi, pul ham kerak emas dedilar-da. Ya'ni biz hali bolalarga ofis qilib beryapmiz, o'zimiz qurbimiz yetganchalik. Va u ustozimiz ham o'zini qurbi yetganchalik ofis qilyaptilar va meni o'zimni chaqiryaptilar o'sha yerga. Va shu yerda o'tirib ishlaymiz deyapti. Ofis juda zo'r. Dasha shahar sentrida juda zo'r ofis va oradan vaqt o'tgandan keyin ustoz aytayaptilar, bir sport zal ham qilib qo'ymaymizmi deyaptilar-da. Xuddi anu bolalarga biz sport zal qilaylik deganlarida o'zimizni qurbimiz yetganchalik bir sport zal qilib bergan bo'lsa, ikkinchi qo'l narsalar olib, arzonga bo'lsa ham zato bor. Bu narsa ofisda 20-etaj baland zo'r oynali joyda sport zal qildik. Bolalarga $1000 ham ketmagan bo'lsa, sport zal qilish uchun. U yoqda bir $10,000lik sport zalga narsalar olindi-da. Eng zo'r stol tennislar, eng zo'r yuguradigan velosiped, yana shug'ullanadigan hamma narsa olindi. Haligi sport zal bo'ldi. O'shanda o'tirib bir tafakkur qilib qoldim. Haqiqatan bir yaxshilik qilsangiz, u ayni o'sha odamdan bo'lmasa ham xuddi o'sha shaklda qaytarkan. Va bu narsa hayotimda juda ham ko'p bo'ldi. Ya'ni men nima ish qilgan bo'lsam, xuddi o'shani obnovleniya qilingan variantda, ya'ni yaxshilangan variantda hayotimda boshqa insonlar tomonidan qaytib keldi. O'shaning uchun har doim yaxshilik qilishdan, yaxshi inson bo'lishdan, samimiy yordam berishdan qochmaslik kerak ekan. Agar shunaqa beradigan bo'lsa, sizga ham samimiy yordam beruvchilar, sizga ham samimiy munosabat qiluvchilar atrofingizda yig'ilaverar ekan. Siz kimgadir, siz o'zingizni qo'lingizdan kelganchalik bir yaxshilik qilgan bo'lsangiz, boshqa bir odamni qo'lidan kelganchalik sizga qilgan yaxshiligi u siz uchun juda baland hisoblanar ekan. Xuddi shuni teskarisi ham, ya'ni yomonlik qilsangiz ham xuddi shunday yomonlik qaytadi va buni tafakkur qilish juda muhim ekan. Ya'ni tafakkur qilib bir-biriga bog'lay olish bu haqiqiy tushunib olgandan keyin mana shuni orqasidan keyin har doim qilib bog'lab rezultatni ko'rib ketsangiz bo'laver ekan. Shunaqa gaplar.